Assalamu alaikum hörmətli televizor köygüçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşılayırıq. Aldı bilan xəbərlərimizdən mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Amerika Tashqi ishlar Ministerligi Vladimir Voronkovning Sharq Turkistondagi ziyaratiga bo'lgan andisini ifodaladi. Bishkekda o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkilotida 3 xil kuchga qarshi turish asosiy masala bo'lib qaraldi. Kanadada Uyg'ur ana til maktabining o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Avustraliyada Uyg'ur xonim qizlari Uyg'ur madaniyatini tanishtirmoqda. Xitoyning Sichuanda yer davridi. Tövəndədik xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissarı Michel Bachelotning Uyg'ur diyorini cheklimsiz ziyorat qilish talabi 2018 yil dekabrdan buyon izchil rad qilinib kelayotgan bir paytda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning terrorlikqa qarshi turish xonasining boshlig'i Vladimir Voronkov 13-iyundan 15-iyungacha Xitoy poytaxti Beyjingda va Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan. Reuters agentligining 15-iyundagi xabarida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bu qatimliq ziyorat haqida so'z qilib, ikki taraf xalqaro terrorlikqa qarshi turish vaziyati va bu jihatda hamkorlik haqida cho'nqur fikr almashtirdik. Ham o'rtaq fikr keldik degan. Ammo tafsilotini oshkorlamagan. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning bosh kotibi bayonotchisining bildirishicha, Xitoy Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatida doimiy turishliq 5 davlatning biri bo'lib, Vladimir Voronkov izchil Xitoyni ko'zdan kechirish fursatiga ega bo'lmagan ekan. Bu qatim u Xitoy hukumatining alohida taklif qilishi bilan Beyjing va Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan. Xalqarada Sharq Turkistonning vaziyatiga ko'ngil bo'lish to'lqini barg'ansir kuchayotgan bir mezgilda Vladimir Voronkovning bu qatimliq Xitoy ziyorati Amerika va boshqa g'arb ellarining qattiq noroziligiga uchragan. Amerika Tashqi ishlar Ministerligining muavin ministri John Sullivan 14-iyun kuni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning bosh kotibi Antonio Guterresga telefon qilib, o'zining Vladimir Voronkovning Xitoy ziyoratiga bo'lgan andisini bildirgan. Shu kuni Amerika Tashqi ishlar Ministerligi bu vaqtda bir yozma bayonot e'lon qilib, John Sullivan Antonio Guterresga so'z qilib, navbatda Uyg'ur diyoridagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon millatlar misli ko'rilgan bir bostirilish uchrayotgan mezgilda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning terrorlikqa qarshi turish ishxonasining amaldorining Xitoydagi bu ziyoratining nomuvofiq ekanligini bildirgan. O so'zida yana Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning oliy darajalik amaldorining bu qilmishi mazkur organning terrorlikqa qarshi turish jihatdagi innovati ham nom shuhratiga dog' tekkizadi degan. O so'zining oxirida yana Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı kishilik huquq amaldorlarini Sharq Turkistondagi lagerlar va tutqunlarni nazoratsiz va ochiq-oshkora ziyorat qilishini tashabbus qilgan. iyunda Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Rossiyaning Regional axborot agentligining xabariga qaraganda, uningga Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Belorussiya, Tojikiston, O'zbekiston, Afg'oniston, Mongoliya, Xitoy, Hindiston, Pokiston qatorliq 12 mamlakat prezidentlari va boshqa ministerlar qatnashgan. Buningdan tashqari yana uchrashishga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok qilgan. Uchrashuv davomida uning qatnashchilari o'tgan yili Xitoyning Qingdao shahrida o'tgan tashkilot yig'inida qabul qilingan qarorlarni hamda tashkilotni buningdan keyin rivojlantirish, shundaqla terrorchilik va diniy asabiylikka qarshi turish masalalarini muhokama qilgan. Shanxay hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi uchrashuvida ommaviy axborot vositalari, tantarbiya, sog'liqni saqlash sohalarida hamkorlashish, yo'l xaritasini rivojlantirish qatorliq 20 dan ortiq hujjat imzolangan. Qirg'izistonning El Gazet agentligida e'lon qilingan Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvi tamomlandi nomli maqolada ko'rsatilishicha, uchrashuv davomida bo'lib rayon miqyosidagi bexatarlik, Afg'onistondagi vaziyat, shundaqla aloqa vositalarini raqamlashtirish, tashkilot qonunlarini zamoniylashtirish masalalari keng doirada muhokama qilingan. Tojikistonning Osiyo Plus axborot agentligida berilgan Bishkek uchrashuvi Shanxay hamkorlik tashkiloti liderlari nima bildirdi degan maqolada aytilishicha, davlat rahbarlari o'zlarini o'ylantirgan va tashvishlantirgan masalalar bo'yicha fikr takliflar bergan. Shu jumladan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon nomrodlikqa qarshi birlashib kurash qilishni taklif qilsa, Rossiya prezidenti Vladimir Putin terrorchilik va diniy asabiylikka qarshi turishning muhimligini, Belorussiya prezidenti Aleksandr Lukashenko keng doirali qurolliq to'qinishlarning oldini olish tashabbusini ko'targan. Xitoy rahbari Xi Jinping 3 xil kuchga qarshi hamkorlashning zarurligini ko'rsatib, asabiylik ideyasining tarqalishiga yo'l qo'ymaslik fikrini o'ttirib qo'ygan. İxtiyar muxbirimizning xabar qilishicha 16-iyun Kanadada Ana til Uyg'ur maktabi 2018-2019 yillik o'qish bitirish marosimi o'tkazgan. Marosim faoliyatida quyuq Uyg'urcha kiyingan avlodlarimiz Uyg'urcha naqsh-usullar bilan faoliyatni jonlantirgan bo'lsa, ustozlar vatan haqida she'r deklamatsiya qilib, faoliyatga qatnashgan ota-onalarni cho'nqur hayajonga solgan. Shuning bilan bir vaqtda Kanada Ana til maktabi, Kanada Sharq Turkiston jamiyati mukofot tarqatgan. Kanada Sharq Turkiston jamiyati raisi To'yg'un Abduvali boshchiligida Ana til maktabini izchil moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan. Bu fursatda Ana til maktabi o'zlarining minnatdorligini bildirgan.
Avstraliyaning Adelaide shahridagi Hit festivalida Uyg'ur xonim-qizlari Uyg'ur madaniyatini tanishtirdi. Xonim-qizlar festivalga qatnashgan barliq musulmon millatlar va yerlik xalqlar Uyg'urlarning rangarang milliy kiyim-kechaklari, har xil gullik to'ppalari alohida diqqatini tortgan. Ko'plagan kishilar ular bilan rasmga tushib xotir qoldirgan. Uyg'ur xonim-qizlar mazkur faoliyat orqali ana shu go'zal madaniyatimizning Xitoy tajovuzchilari oyog'i ostida dafsanda qilinayotganligini anglatib, xalqimizning hurlik uchun qilayotgan kurashlarini qo'llashga yangi o'zgacha usul bilan chaqirgan. Ziyoratchilar Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlardan ko'ngli yerim bo'lib, esdoshlik bildirgan va yaqindan yordamda bo'ladiganligini aytishgan. Xitoyning Sichuan өлкәсенең Yiping shahrida 17-iyul kechda 6 bola yetaverib, 12 kishi o'lgan, 134 kishi og'ir yaralangan. Xitoy munosabatli o'rinlarning bildirishicha, yer tavrash markazi atrofidagi 10 dan ortiq yezi mahallaga kuchli ta'sir ko'rsatgan bo'lib, nurg'un uylar o'rilib, yerlik aholiga og'ir ziyon yetkazgan. Hukumatdan ofatga uchragan rayonga muhim bo'lgan turmush buyumlari 5000 dan ortiq chedir yordam qilgan. Qutqizish xizmatlari davomli jiddiy elib berilmoqda ekan. Xəbərlərimizi köygünüңlərə rəhmət. Görüşkiçə aman bulunlar. Xeyri xoş. Allah qamanət.